Assalomu alaykum azizlarim, bilasizlar xachapuri taomi gruzinlarning taomi. Biz o'zbekona xachapuri qilib ko'rmoqchimiz. Ko'katlar tayyorladik. Bu ko'katlarning tarkibida albatta yalpiz, ismaloq, ko'k piyoz, shebetlar mujassam. Mana shularni hammasini sal-salgina qovurdik, xamiriga qaymoq soldik, salgina xamir tuz soldik va xachapurida qilib pishirib ko'rmoqchimiz. Qani qanday chiqar ekan? Pishgan holatida keyin sizga ko'rsatamiz nasib bo'lsa. Mana shunday qilib bukadi shekilli, agar adashmasam shunday qilib bukishardi. Adashmasam nima bo'lsa ham yaxshi chiqsin-da. O'zbekona xachapuri deb ataylik, keyin buni hech qanday bir farqi yo'q. O'zbeklarning taomi bittaga ko'paysin. Qardoshlarimizning mana shunday qilamizda. Sekin yasaymiz. Adashmasam shunday yasardi. Davilka bering. Vozi qolmasligi kerak ichida. Pishgandan keyin bunga sariyog' surtamiz. Menimcha sariyog' surtsa yaxshi chiqadi. Teskarisidan jo'valaymiz. Tekis bo'lishi uchun jo'valab. Ular tovada pishirardi, Vilka. Biz duxovkada pishirib ko'ramiz. Yaxshi chiqsa, sizlar ham shunday qilasizlar. Hamma giyohlar solasizlar ichlariga, hatto murchlar. Ismaloq qanday pishiramiz? Shunday, faqat endi buni shakli o'zgardi. Shakli o'zgardi va biz bunga mo'y surtamiz. Tuxum surtmaymiz. Ortiqcha narsa qilmaymiz. Mana o'zi yoyildi. Yaxshi pishsa kerak. Pishgandan keyin ko'rsatamiz azizlarim. 1 kilo undan 3 dona mana shunday chiqdi. Ko'katlar o'zingizga bog'liq. Endi sedana seping. Voziq chiqmaslik uchun teshib qo'ydik. Keyin mo'y surtamiz. Sedana seping. Ya avval mo'y, ha, to'g'ri? Mo'y. Salgina mo'y, azizlarim. Kechirasizlar, sal adashyapman. Surting. Xamiriga tuxum ham solinmagan, faqat tuz, qaymoq, un. Salgina suv solingan. Bo'ldi. Sedana seping. Shunday tarzda pishirib olasiz. Xachapuri jonim, xachapuri pishiramiz. Nima ekan? Xachapuri. 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 Da, xachapuri. Xachapuri. Gruzincha taom bolajonlar. To'xtang bolalar, turli taom yeyishni xohlashadi. O'ttasi ham bitta. Mama xuddi nima patirga o'xshar ekan, ha? Patirga o'xshaydi. Hozircha xayr azizlarim, pishirib ko'raylik. Mana azizlarim, bizning o'zbekona xachapurimiz ham deyarli tayyor bo'ldi. Mana shunday yashil narsa bilan, ko'katlar bilan biz kesgan bo'lsak, pishirgan bo'lsak, shunday bo'lib chiqdi. Bilmadim, endi yeb ko'rganlar aytar sizlarga. Mana bitta yeb ko'ringchi. Yeb ko'ringchi. Qanday chiqdi? Yaxshi? Juda yaxshimi? Bunisi sal oqishroq pishdi, bunisi o'tkirroq pishdi. Yumshoqqina. Azizlarim, faqat qaymoq qo'shing, ozgina yoki slivishni. Suv, tuz, xamiriga un bo'ldi. Bu yoq ko'katlar o'zingiz bilasiz qanday qilasiz. Ko'ryapsizmi qanday? Ko'katlar ichida hammasi. Balki bunday kesib ko'rsataman.
Mana ko'katlari. Yoqimli ishtaha, yaxshilarim.